Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga arzonchi mototsikl topib qo'ydik. Kim mototsikl olaman deb yurgan tanishlar bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Like bosishni, kommentariy yozishni unutmanglar. Bo'lmasa mototsikl bilan tanishtirasizlar. Mototsiklimizning yili noma'lum, nomeri yo'q, dokumenti. Lekin puli arzon. Puli bilan pulni boshida aytib o'taman. Puli 11 million so'm. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Bero'ni tumanida bo'ladi. Bero'ni tumani. Egasining telefon nomerini qo'yib beraman. Bemalol bog'lanasizlar. WhatsApp, Telegram shu nomerda bo'ladi. Kim to'q mototsikl olaman deb yurganlar bo'lsa, bahas 11 million so'm bo'ladi. Egasidan kelishaverasizlar. Mototsiklimiz minishga tayyor, polniy, 3 balon ham toza. Endi sal yeyilgan, lekin orqangi balonlari zo'r. Og'ib chirib yotgan yerlari yo'q. Menga ko'rsanglar bo'ladi. Suv aktiv etgan yerlari yo'q. Polniy. Minib foydalanishga tayyor narsa. 11 millionga hozir hech narsa bermaydi. Akkumulyatorlar ham zo'r. Mashina akkumulyatorlaridan qo'ygan bezatkaz qishdan bir kilik turgandan yonib turibdi. Hurmatli do'stlar, taniq mototsiklimiz, motorlar ham hurmatli motorlarimizning bir tomchi avtol yemaydi. Garantiya motorlarni. Avtol yeb tushayotgan yerlari yo'q. Toza kalvatorlargacha qo'yilgan, novi, switcha, bobin, hamma narsasi toza. Antipress voshoklari, antipressi, xullas meni kuzatib, meni ishlash yurganlar bo'lsa, zo'r mototsikl hammaga tavsiya beraman. 11 millionga 100% arziydi. Buni so'raganlar ham bor edi. Bo'lsa, egasini xo'rlashaveradi. Hozirgi motolardan 1000 marta yaxshi bu. Mana shu kuzovlardan qalin material bo'ladi. Chiriklari yo'q. Grelli bilsanglar, chirik birik yo'q. Zakonni tanib turibdilar. Ramlar ham 11 millionga stoyt bahasida. Molga o't kelib toshib minib yursanglar bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.